Inson ba'zan o'zini juda ham yolg'iz his qiladi. Yonida yaqinlari yo'qligi uchun emas, kimsasiz qolib ketgani uchun ham emas. Hatto butun borliqdagi barcha jonzot yig'ilib kelsa ham, uning qalbidagi yolg'izlik tugulni yecha olmaydigandek tuyuladi gohida. Shunaqa paytda inson g'alati bo'lib qoladi. Atrofidagilar bilan ishi yo'q. Olamshumul narsalar uni qiziqtirmaydi. Hatto o'zi nima xohlayotganini ham o'zi tushunmay qoladi. Yuragi siqiladi. G'am-qayg'u uni o'rab oladi. Bunaqa vaziyatda odam qayerlargadir qochib ketishni xohlaydi. Lekin qayergaligini topa olmaydi. Agar sizda ham shunday holat bo'layotgan bo'lsa, buning yechimi oddiy. Allohga qoching.